yig'il emas, balki birsini izlab kelgan. Nima? Birsini izlab kelganmi? Ular chiroyini purishtirib, Javlonning qo'lini qo'yib o'tib ketib qilishdi. Javlon yengini silkib, xoli joyga berib, Qahorga telefon qildi. Ayol qolmay Qahor telefonni oldi. Voy, Javlon keldingmi? Ha, keldim. Sen qayerda? Yaxshi oldi. Sen ishik yenidagi qorovul yigitning yeniga chiqib, men Qahorning og'aynisi desam, ular seni mening yenimga boshlab kirdi. Ma'qul. Javlon telefonni qo'yib, ishik tarafga qarab mangdi. U necha qadam mengvidi, telefonni yana sayridi. Hamid? U nimaga telefon qilgandi? Voy, Hamid, bir ish bo'ldimi? Yo'q. Biroq sen ilib kelgan materiallar to'liq emas ekan. Shunga qanday qilish to'g'risida ishbilinib telefon qil. Ha, sen qo'lingdagi materialni ishlab ekan. Men sirtda ozroq ish bajaryapman. Yili beka bo'lib shirkatga berib, u narsalarni sana kompyuterda avatib beray. Ha, bo'ladi. Hamidning telefoni uzilgandan keyin Javlon klubning ishik yonida turgan qorovul yigitga qarab, ig'ir birni tindida asta uning yoniga keldi. Men Qahorning do'sti. Meni uning bilan ko'rishdi. U yigit Javlonga boshdan oyoq qarab o'tgandan keyin gap so'z qilmay uningga ishora qilib klubga kirdi. Javlonmi uningga egishib kirdi. U yigit necha ayrimxonasi bor koridordan o'tib, yana bir uyning oldiga keldi. Og'inang mushu uyda. Avval usti beshingni aqtirman. Bo'ladi. Amsa aqtir. U qo'llarini ko'tarib oldi, keyni burildi. Yigit aqtirib hech nima yo'qligini bayqadi. Bo'ldi. Qani kira. Bu Qahorning do'sti ekan. Uni birsi izlab kelsa, mushaga boshlab kir degan-tingo. Shuni uni ip kirdi. Ha, yaxshi qildi. Bo'ldi. Bu yerda sening ishing tugidi, chiqib ketsang bo'ladi. Og'inang sana hamma ishni aytganda, u klubda qimor o'ynab 200 ming yuan qarz bo'lib qoldi. Pulni akeldingmi? Akeldim. Sen avval meni uning bilan ko'rishtir. Ma'qul, qani kira. U ichib Javlonni ichiga boshladi. Javlon uyga kirib, kreslada bahramon o'tirgan Qahorni ko'rdi. Yana ikki yigit uning yonida o'ri turadi. Qahor Javlonni ko'rib o'rindan turdi. Keldingmi? Tez pulni ularga ber. Javlon Qahorga hech ish bo'lmaganligini ko'rib, beshini ling'ishtib, uy ichidagi 3 yigitga qaradi. Xo'jayininglar qani? Men uning bilan ko'rishman. Xo'jayin bayla sirtga chiqib ketdi. U bu yerdagi ishni bizdan bir taraf qilishimizga topshirgan. Qandoq gaping bo'lsa, menga desang bo'ladi. Men shuncha ko'p pulni asossizlar sizlardek odatga kishilarga tutqizsam bo'lmaydi. Sizlar Qahorni aldab qimor o'ynatib qarz qilib qo'ydinglar. Bu degan qonunga xilof. Nima? Qonunga xilof dedingmi? Sana deb qo'yay. Bizning bu klub tasdiqlanib ochgan. Tijorat kinishkimizmi bor? Bu yerga boshqalar ko'ngil ochqili keladi. Qimor o'ynag'usi bola ixtiyoriy o'ynaydi. Og'inang qimorni o'zi xalab o'ynagan. U utirgan pulni berib ketish kerak. Qahor bilan kim o'ynagan? Men o'ynagan odam bilan ko'rishaman. U xo'jayin bilan o'ynagan. Xo'jayin o'yinni o'ynab popla ish chiqib qoldi. Hozir bu yerda yo'q. Agar gapimga ishonmasang, og'inangdan so'ra. Meni qutqizib ol. Agar pulni bermasam, ular mening bir barmog'imni kesib oladi. Bu yaning qoidasi ekan. Ma'qul. Men xo'jayiningni to'layman. Uningga aytib qo'y. Uni boshqa kuni yana izlab kelaman. Oldirmanglar. Biz avval kartini tekshirib boqaylik. Ixtiyor. Sizlar bu yerda tutib turinglar. Men chiqib kartini tekshirib boqay. Bo'ladi. Patak Javlonga mundaqla qarab qo'yib chiqib ketdi. Javlon bir pas sukutda boyqi egisiga va Qahorga mundaqla qarab qo'yib, Qahorning yeniga kelib o'ltirdi. 10 minutlardan keyin boyqi patak kirib keldi. Uning chiroyini kulki bosgan bo'lib, qarag'anda kartada pul borligi aniq bo'lganda qilatdi. Bo'ldi, do'stingni ib ketsang bo'ladi. Javlon hech nima demasdan Qahorni tortib ilib mangdi. Ular tashqirga chiqqanda Javlon Mario klubi degan cho'ng viviskaga bir rat qarvatida Qahorni ilib bu yerdan ayrildi. Sen nimishqa u yerga kelasan? Acaba Alining sana ham sahar shirkatiga qilta qurmoqchi ekanligini bilmabsan? Bek qo'zig'im echib ketdi. Bu ishlarni tilga olmay, avval meni tamiga o'xshaydigan bir yerga opa. Men tushning yerga og'zimga nonning bir tal urug'ini sepaqmadim. Ma'qul. Avval tomoq yeyli.
u mashinasini burab tamoqqa o'xshaydigan tamoqxonalar bor tarafga haydab mangdi. Saqchilar Odilani tutqun qilgan mashina shofiri orqali u yerning adresini izlab shahar sirtiga chiqdi. Ular xeyli uzun yo'l yurib, bir tar yo'lga kirdi. Yo'l atrofi chiroyli qirqilgan daraxtlar bilan to'lgan bo'lib, qarmoqqa bir boy o'zgicha oromgoh solgandek qilib turardi. Mashina uzun mangmay bir gulliksimon cho'ng maydonga chiqdi. Maydonning 100 metr nerisida chiroyli bir dacha qad ko'tarib turardi. Orqa kelayotgan ikki saqchi mashinasi dachiga barmayla to'xtadi. Biz bundaqla bo'lsa, qotil Odilani yoshirib qo'yish mumkin. Eng yaxshisi bir nechinglar tushib, yoshirun dachiga yiqilishib atrofni ko'stinglar. Oldidagi mashina normal tartibda berib, xizmat bajargan bo'lib qaraydi. Keyin mashinadagilar mashinasini chetgarak to'xtatib, piyoda yoshirun dachiga qarab mengishdi. Mas'ul saqchi oldidagi mashinasini haydab, ikki saqchining hamrohligida dachiga yiqillashdi. Atrof qorong'u bo'lg'achqa, dachi maydonning gulligini yo'rtadigan chiroqlar sos atrofni yo'rtib turardi. Mas'ul saqchi dachining yeniga kelganda, mashinasini to'xtatib, pastga tushib atrofni kuzatdi. Ikki qavatlik dachining keng ozoda uylaridan faqat ikkinchi qavatdagi bir uyning chirqili yinib turardi. Mas'ul saqchi 5 minutlardek atrofni kuzatgandan keyin mashina orqali uyga signal berdi. Bir chaqda bayqi chirg'i yiniq uyning derisidan chiroyli bir qiz beshini chiqarib qaradi. Bu iniqki Odila emas edi. Saqchi qo'l ishorasi qildi. Qiz deriz tuvidan ayrildi. Angacha dachining eshigi ochildi. Bir ayol chiqib keldi. Qarmoqqa ular xizmatchidek bo'lib, yosh orliqqa 50 ga yaqin xotin xizmatkorlardek qiladi. Ular saqchi mashinasini ko'rib, ostan mashinaga yaqin keldi. Kimni izdaysizlar? Bu kimning dachisi? Xo'jayininglar bormi? Bu Baxtiyor apandining dachisi. Bu yerda uning qizi turdi. Baxtiyor? U kishi nima ish qiladi? U kishining tijorat doirasi keng. Goyida model kasbi bilan shug'ullansa, goyida uy mulk sodasini qilib qo'ydi. Biz apandining ishlarini toza aniq bilib ketmaydiganmiz. Tunugun kechdan boshlab bu yerga Odila ismli bir qiz keldimi? Shundoq, Odila ismli bir qiz kelgan. U bizning xonimga modellikni o'rgatyotdi. Nima? Hamsi u qiz yilimi dachida borganda? Ha, yo'q. Baxtiyor apandi Odila xon qizni 1 soatdan oldida uyga olib qo'yman deb elib mangan. Balki ham bu vaqtgacha u qiz uyga berib bo'lgandi. Baxtiyor apandi nemishqa Odila xon qizni qiziga modellikni o'rgatishga chiroyli taklif qilmay, odam yollab tutqun qilgan holatda ib ketadi. Bu ish sal g'alati. Meningcha bu yerda bir maxfiyatlik bor. Saqchining xiyoli og'irlashmay, dachidan 17 yoshlardagi chiroyli bir qiz chiqib keldi. Nimish bo'ldi? Bu yerga saqchilar kelibdi-ku. Xon qiz, bu saqchi apandi Odila xon qizni izlab kelibdi ekan. Saqchi aka, bir ish bo'ldimi? Hech ish yo'q. Siz Baxtiyor apandining qizi bo'lamsiz. Shundoq, men bayam aram ilayotgan, necha kun modellikni mashq qilaman deb, put-qo'llarim og'rib aram olay deb turgan edim. Sizlar Odila achamni nimishqa izdaysizlar? Ha, Odilani bir dialog munosabatlik ish bilan izlagan. Qaraganda biz bu yerga behuda keldik. Odila acham tunugun kesh bu yerga kelgan. Tunugun biz mungdishib birga uxladik. O bugun sahardan boshlab menga modellikni o'rgatdi. Kechda dadam uni uyiga olib qo'yish uchun ib ketgan. Bundan keyin o doim keladi. Ha, asli mundaq ekanda. Amsa biz qaytayli. Siz mu aramingizni iling. Bu kechda daxli qildik. Saqchilar mashinasiga chiqib bu yerdan ayrilishdi. Mas'ul saqchi dachining gulligidan chiqib, boshqa saqchilarga kuzatishni to'xtatib, qaytib chiqishni, ularga chandurmaslikni aytdi. Saqchi orqadan Javlonga telefon qildi. Vay, qanaq bo'ldi? Odilani topdinglarmi? Odilaga ish bo'lmabdi. O allaqacha uyiga qaytib ketibdi. Siz uning uyiga berib qarab beqing. U qaytib kelgan bo'lsa, menga telefon qilib o'ting. Biz hozir qaytyapmiz. Da, shundaqmi? Odila qanaqsiga o'zi qaytib ketadi? Qaraganda orada ozroq o'qishmaslik bo'lgan o'xshaydi. Bo'lmasa siz Odila bilan ko'rishib, tafsilotini o'zidan so'rang. Ha, ma'qul. Hamsi xo'sh. Saqchi telefonni qo'yib, boshqa saqchilarning yig'ilishini saqlab turdi. Bu yerning manzarasi haqiqatan saqchig'imi boshqacha ozoda tuyg'u bergan bo'lib, u bu qorong'ulik ichidagi go'nga manzarga havas bilan tikilgan edi. Uzun o'tmay boshqa saqchilarmi yig'ildi. Ahvol qandaroq? Biror gumonliq ahvol yo'qdi?
Yo'q, başliq. U dachada bir qiz bilan ikki xizmatkor turdi ekan. Yana dachining keyinda bir qora rangli mashina turdi. Qaraganda u qizni qo'g'daydigan qo'g'duvchi badaq qildi. Әмсә, ularni ko'rdinglarmi? Yo'q, boshqa odam yo'q ekan. Odam bo'lmasa, u mashina nima ish qiladi? Sal g'alati ish bu. Bo'ldi, qaytaylik. Ata, sizlar puxrachasini, bu yerning egisi va boshqa tafsilotlarni surishtirib beqinglar. Bo'ladi, başliq. Soqchilar mashinalarini haydab bu yerdan ayrilishdi. Javlon Qahar bilan bir tomorxonada bo'lib, u Odilaning xabarini anglagandan keyin Qaharning yeniga kelib o'ltirdi. Mening ozroq ishim chiqib qoldi. Men tomoq pulini to'lab o'taman. Sen o'zing qaytib kel. Nima? Bu kechida nima ishing chiqib qolgandi? Bo'ldi. Ko'p savol so'ramay, tomoqni yebla qalaymiqan ko'chichingdab yurmay, uyga qaytib kel. Hey, to'xta! Yana nima ish? Menga ozroq pul bergina. Pulni nima qilasan? Chiqib qo'ymay uyingga qaytib uxla. U Qaharning tovlashlariga qaramay tomorxondan chiqib ketdi. Javlon tizli tomorxondan ayrilib, Odilaning uyiga qarab mashinasining suratini tizlatdi. Kecha ham sovuq bo'lishiga qaramay, ko'chalardagi qaynam tashqinliq Javlonning kayfiyatini yana bir palla yuqori to'lqinga ko'tardi. Javlon jo'shqin muzikadan birini qo'yib, mashinasini erkin haydab, tezla Odilaning qo'risiga yetib keldi. U mashinasini chatkarak to'xtatib turishiga yo'lning qarshisidan qora rangli bir mashinaning kelib, qo'rining eg'izida to'xtadi. Javlon mashinasidan tushmay qarab turdi. Darvaqa uzun o'tmay, mashinadan chiroyli yasangan Odila tushib keldi. Uning chiroyidan kulki yig'ib turardi. Odila bayqi mashina ketgandan keyin qo'rug'i qarab mangdi. Javlon darhol uningga signal berdi. Odila to'xtab, atrofga qarab Javlonning mashinasini ko'rdi. Uning chiroyidagi bayqi xo'shallik olli qayoqlarga uchib ketgandek jimjit joyida midirlamay turardi. Javlon hayron bo'lib qayta signal chaldi. Odila oxir bir qadamdan chamdab mashinaning yeniga keldi. Odila, soqchilar boyli sizni xeyli burun uyga qaytib ketibdi degan. Bu kechida nega berib kelishingiz? Boyiqi mashinadagi akilib qo'ygan-ki. Avval uyga kiraylik. Ishning tafsilotini bilgangiz bo'lsa, uyga kirganda tafsiliy aytib beray. Ma'qul. Nima bo'lsa salomat qaytib keldingiz. Odila beshini langishtirib, kayniga burilib mangdi. Javlonmo mashinasining eshigini etib, uning orqasidan mangdi. Javlon uyga kirguncha Odilaning o'zgarishchan pozitsiyasidan sal g'alatilik his qilib turardi. Ular uyga kirib, gap so'zsiz krosloga kelib o'ltirishdi. Javlon Odilaning eg'iz ichishini saqlab, jimjit uningga tikildi. Odilami ko'nglidagi ishni Javlonga qanday tushuntirishni bilmayotgandek tirniqini tatlab o'ltirardi. Oxir Javlon eg'iz ochdi. Tunugun nima ish bo'ldi? Sizdan bekla ansirab ketdi. Tunugun soqchixonaga borgan. Soqchixonadan chiqishimga birisi esimga tushib, meni yo'l yoqsidala mashinaga selib elib menishdi. Men texi meni qasdlayotgan qotil tutqun qilgan chig'i debdiman. Aslida baxtiyor odam avat deb meni mushu usul orqali shahar sirtidagi dachasiga elib chiqibdi. Nima? U nima ishqa asossizla sizga bunday qiladi? Boshda meningmi sizdek achchig'im kelgan. Uning bir qizi bor ekan. Burun uning bundoq cho'ng qiz borligini bilmaydim. U qiz kichikidan kasalchan bo'lg'achqa maktabda o'qiyolmabdi. O'zi bek jimjitlikni xohlag'achqa baxtiyor shahar sirtiga go'zal bir dachasi selib, u qizga sovg'a qilibdi. U qizchaq o'qimagan bo'lsa-mu, modellik qiziqid ekan. Baxtiyor qizining xo'shalligi uchun meni uningga tanishtirib, uningga modellik o'rgatsin deb o'ylagan chig'i. U bu ishni bevosita sizga isili bo'ladi-ku. Nima ishqa bunda qattiq vosita qo'llanadi? U mendan kechirim so'radi. Men necha qitim uning telefonini olmagan. Uning ustiga men uningdan qochib yuryapman emasmi? Shunga u mening o'ziga fursat bermasligimdan ansirab, shunda qilibdi. Ha? Tunugun siz yo'qolib ketib, men soqchiga ma'lum qilgan. Yana soqchilarmi sizni qo'dashga odam qo'yibdi ekan. Ularmi sizni boshqalarning tutqun qilganligini bilib, mashina egasi orqali o'rningizda test tepib beribdi. Texi boyli xabar keldi. Mas'ul soqchi sizni qaytib ketdi dedi. Shunga oldirib uyingizga kelgan. Shundaqmi? Men texi mening qaytib kelganimni qanday bilgandu debdiman. Odila, Baxtiyor yaxshi odam emas. Garchi u qizini deb sizni izlagan bo'lsa-mu, uning yomon niyati yo'q degil bo'lmaydi. Acaba siz uning model shirkatida ishlamaydigansiz? Javlon, men hozir burunqi iqtidorli Odila emas.
Uning ustiga yuzim portlashda yaralangan. Eng muhimi, mening sahar şirketi ham Yangi hayot şirketi orlig'ida boshqalarning xato tushunchasida yashag'im yo'q. Men aslida Baxtiyorning şirketida model bo'lib, bugungi kunga kelgan. Bayan men uning bilan tamoq yegish paranglashdim. Agar men qo'shilsamla, u meni burunqidek hamkorlashish fursatiga ega qilib, menga şirket nomidan pay ayirib berdiganligini aytdi. Biroq u sizni yana boshqalarga hamroh bo'lib, aroq ichib berishga taklif qilsa qanday qilasiz? Men uningga nomuvofiq shartlarning hammasini qabul qilmaydiganligimni aytdim. Meningcha, u va'dasida turadi. Sizni nima desam bo'la? Xizmat ishingizni o'zim hal qilaman. Nemishqa bu ishdan ansiraysiz? Avval yuzingizni davolatib, ondan sahar shirkatiga kelib ishlasangiz tamoman bo'ladi-ku. Bu ish to'g'riliq bizga maslahat ish bo'lgan emasmi? Buni bilaman, biroq boshqalarning kuchiga tayanib sahar shirkatiga kirgim yo'q. Bo'libmi burunqi ziddiyat sahar shirkatiga kirgandan boshlab chiqqan. Mening endi u yerga model ham xizmatchilarning so'z so'zligini anglag'im yo'q. Pek usab ketdim. Baxtiyor degan qayri ablah yana Odilani ozdiribdi. Bu ishni qanday qilsam bo'ladi? Odila oshxonaga kirib bir stakan sovuq suvni ko'tarib chiqib, bayqi o'ringa kelib o'ltirdi. Sizmishimsiz? Bo'ldi. Odila, Baxtiyorning shirkatida ishlaydigan ishni yana o'ylashib beqing. Bo'lamdi. Men texi uningga aniq javob bermadim. Biroq haftada 3 qitim uning shahar sirtidagi dachasiga berib, qiziga model minishni o'rgataman. U buningga ayrim maosh hisoblaydigan bo'ldi. Amsa, ati yana boramsiz? Ati dushanba, avval doktorxonaga berib, yuzimni tekshirdiman. Tushlik tomoqdan keyin borsammi bo'ladi? Amsa bo'pti. Haras, bizmi ati Yangi hayot shirkati bilan hamkorlik to'xtamini tuzmoqchi. Yaxshi bo'pti. Oxiri planingiz amalga oshqidek. Utuq tilayman.